Qizlarjonlar, menga bitta bola negativ yozibdi. Men sizni bu kalta pulta kiyimingizni olib bermayman onamlarga, undan ko'ra ko'ylak olib beraman. Men bu ko'ylakni, bu liboslarni har kuni olib kiydiringlar demoqchi emasman. Dam olishga borganda, sanatoriyga borganda, kasalxonalarga borganda, tekshiruvlardan o'tgani borganlarida udobli. Nimasi udobligini hozir sizlarga aytaman. Mana bu mayichkasini mana shu yergacha ko'tarsalar, butun organlarini o'zi qila oladi. To'g'rimi? Endi tasavvur qiling. Ekigiga tushganda liboslarni boshdan oyoq ko'tarishlari kerak. A bu yerda qisman oyoqlarni ozgina ko'taradilar, mana mayichkani ozgina ko'taradilar, ekiga qilinadi. Bo'ynidan ko'ra bu qulay degan maqsadda aytdim. Yana bitta narsa aytaman qizlar. Hozir men o'tirib ko'rsataman. Oyoqlari og'risa, tizzalari og'risa, masalan, to'g'rimi? Ko'ynakni etik bilan ko'targan yaxshimi yoki bitta oyoqlarini etikini ko'targan yaxshimi? Bu qulay, men to'g'ri maslahat beryapman. Hamma narsani to'g'ri qabul qilishni o'rganish kerak. Xohlasangiz olib bering ko'ynak, xohlasangiz olib bermang. Menga farqi yo'q, lekin men eng chiroyli liboslarni, eng go'zal liboslarni oyijoniylarga, bujoniylarga qulay bo'lsin deb aytdim. Lady Lord'a kutaman kerak.